Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz yuqori jag'ni operatsiyasiz o'stirsa bo'ladimi? Shu savolga video davomida javob berishga harakat qilaman. Yuqori jag'ni o'stirish uchun har xil usullar mavjud. Bu albatta bemorning yoshiga bog'liq. Agar bizning bemorimiz o'sadigan yoshda bo'lsa, uni har xil apparatlar yordamida o'stirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agar bemorimiz 9 yosh, 8 yosh, 7 yosh atrofida bo'lsa, unda o'zini maxsus Frenkel apparatlari yordamida o'stirish imkoniyatimiz mavjud. Bu apparatimiz o'sha miodinamik muvozanatni to'g'irlash yoki miodinamik muvozanatni hisobiga yuqori jag'ni o'stirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yana har xil apparatlar mavjud. Bolalarga ishlatiladigan Markaros apparatini misol tariqasida olishimiz mumkin. Bu apparat nafaqat yuqori jag'ni kengaytiradi, balki unga litsevoy maska bilan birgalikda, ya'ni yuz maskasi bilan birgalikda yuqori jag'ni oldinga tortib chiqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yoshimiz kattalashgan sari apparatning turi ham, darajasi ham o'zgarib boradi. Markaros apparatimiz bu sut tishlariga qotiriladigan apparat bo'lsa, yechilmaydigan, doimiy tishga kirgandan keyin, doimiy prikus davriga o'tgandan keyin bolalarda biz Hyrex Has apparatlarini ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ular doimiy tishga qotiriladi va o'sha bir vaqtning o'zida yuqori jag'ni kengaytirib va face mask orqali yuqori jag'ni bir vaqtning o'zida o'stirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu apparatni taxminan 14 yoshgacha, 13 yoshgacha ishlatganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. 14 yoshdan katta bolalarda endi bizning apparatimiz yana ham murakkablashadi. Xuddi shu apparatga o'xshash, lekin unda tayanch sifatida yuqori jag'ni o'stirish uchun 4 ta mikroimplantlardan foydalaniladi. Mana shu mikroimplantlar yordamida yuqori jag'ni kengaytirganimizda asosiy kuchimiz suyakka tushadi va shuni hisobiga yuqori jag'imiz kengayadi. Shu bilan birgalikda boyaga aytgan face maskamiz, ya'ni yuz maskasini taqish orqali yuqori jag'ni oldinga chiqarishimiz va o'stirishimiz imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana shu apparatimizni ba'zi bir bemorlarda, yoshi katta bemorlarda ham ishlatish imkoniyatiga egamiz. Bu o'z navbatida natija beradi. Shuning uchun biz yoshi katta bemorlarda birinchi qiladigan ishimiz albatta rentgen diagnostika tahlilini o'tkazib, yuqori jag'ni suyagini qalinligi, chokning bir-biriga birikkan darajasi va uni qay darajada uni kengaytira olamiz, yuqori jag'ni o'stira olamiz, shu haqida informatsiyaga ega bo'lib, oldindan prognoz qilishimiz kerak, ya'ni kelajakni ko'rishga harakat qilamiz. Agar shu bemorimizda shu apparat yordamida yuqori jag'ni o'stirish imkoniyati bo'lsa, albatta shu bemorimizni mana shu mikroimplantli emissiya apparatlari yordamida yuqori jag'ni o'stirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Albatta, hammada ham bu imkoniyat bo'lavermaydi. Yoshi qanchalik kattalashgan sari bemorlarda ularni yuqori jag'ini kengayishi, yuqori jag'ini o'sish ehtimoli foizi kamayib boraveradi. O'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, ayol kishida, yoshi katta bemorlarda, ayollarda ko'pincha bu imkoniyat osonroq, ya'ni ularni foizi ko'proq, natijaga erishishimiz ko'proq darajada kuzatiladi. O'g'il bolalarda, ayniqsa 17 yoshdan katta bo'lgan o'g'il bolalarda buni imkoniyati ozgina chegaralangan. Ayniqsa ularni gavda tuzilishi, yuz tuzilishiga ko'pincha e'tibor beramiz. Agar bola juda ham baquvvat, gavdali, jag'lari yaxshi rivojlangan bo'lsa, unda ko'p holatlarda bu apparatlarimizni kuchi yetmasligi ehtimoli ko'payadi. Bunday holatlarda biz jarrohlik yo'liga murojaat qilishga harakat qilamiz. Ya'ni jarrohlarimiz, yuz jag' jarrohlarimiz ularning yuqori jag'larini yumshatib, kesib berishadi va o'shandan so'ng biz ularni yuqori jag'ini o'stirishimiz yoki kengaytirishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda yuqori jag'ni kengligi norma holatida bo'ladigan bo'lsa, unda ular jarrohlik yo'li bilan yuqori jag'ni kesib oldinga chiqarib berishlari mumkin bo'ladi. Shu sababdan farzandlarimizni, bolalarimizni qancha erta ortodont ko'rigiga olib kelsak, shuncha ularni davolashimiz yoki tishlarini, jag'larini o'stirishimiz oson bo'ladi. Shu sababdan siz ham farzandlaringizni har 6 oyda bir marta ortodont ko'rigiga olib kelishni unutmang. Yuqori jag'imizni o'smay qolishini salbiy tomonlari bormi? Albatta, buni salbiy tomonlari bor. Birinchidan, tashqi ko'rinishga bu narsa ta'sir ko'rsatadi. Agar bemorlarning yuz tuzilishiga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, yuzimizning o'rta qismi yaxshi rivojlanmay qolgan bo'ladi. Bemorimizni yon tomonidan qaraganimizda yarim oysimon shaklda, ya'ni o'rtasi botiq holatda bo'ladi. Bu narsa ham tashqi ko'rinishiga, yuzini tuzilishiga ta'sir ko'rsatadi. Bunday bemorlarda ko'pincha burun kattaroq ko'rinish ehtimoli bor.
va burun lab burmalari anchagina chuqur joylashgan bo'ladi. Shu sababdan estetik ko'rinishi, ya'ni tashqi ko'rinishi, tabassumida yuqorgi tishlarni yaxshi ko'rinmasligi, tabassum qilganda qora uchburchak, ya'ni черный треугольник deyiladi. Mana shu narsalarni paydo bo'lishi, tabassumini chiroyli bo'lmasligi bilan bemorlarning o'ziga bo'lgan ishonchini kamayishiga olib keladi. Bu birinchi salbiy ta'sirlaridan, salbiy oqibatlaridan biri hisoblanadi. Ikkinchi salbiy ta'sirlaridan, salbiy oqibatlaridan biri bu o'sha yuqori jag'ning kichkina bo'lishi, yaxshi o'smay qolishini yana bir salbiy tomonlaridan biri bu nafas olishni qiyinlashtirishi. Ya'ni bizni yuqori jag'imiz yaxshi o'smagandan keyin burun bo'shlig'imiz ham kichkina bo'ladi, nafas olishi bemorlarni qiyin bo'ladi. Yuqori jag'imiz kichkina bo'lgani hisobiga bizni tilimiz uchun yetarlicha masofa bo'lmaydi. Shu sababdan tilimiz orqaroqda joylashishga sabab bo'ladi. Bu narsa o'z navbatida orqa nafas yo'llarining ham torayishiga sabab bo'ladi. Bu albatta bemorni nafas olishiga, nafasdan, kisloroddan to'ymasligiga olib keladi. Bu har xil bosh og'riqlariga, migrenga va uyquga yaxshi to'ymasligiga va qancha ko'p uxlasa ham kerakli energiyani ola olmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababdan bunday bemorlar ko'pincha og'zini ochib nafas oladi. Agar farzandlaringizda xuddi shunday holatni sezayotgan bo'lsangiz, ularni ortodont ko'rikka olib kelishni hech ham esdan chiqarmang. Imkoni boricha qancha yosh bo'lsa, 5 yosh, 6 yosh, 7 yoshli uni muammosini agar aniqlaydigan bo'lsak, ularni davolash va yaxshi natijaga erishish osonroq bo'ladi. Chunki bola o'sadigan yoshda qanchalik vaqtli uni davolash imkoni bo'lsa, oddiy apparatlar yordamida yaxshi natijalarga erishish imkoniga ega bo'lamiz. Agar shunga o'xshash savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangiz, imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.